İkinci kısım. Men bu qalada turayotgani xeyli uzun yillar bo'ldi. Deb kelini qarib qo'yib, ondan hikoyasini boshladi. Buningda 100 yil ilgari dadam yolg'iz tog' atrofida o'tin tagili chiqibdi. Dadam yolg'iz o'tin terib tursa, to'satdan bir to'p bo'rlar dadamga hujum qildi. Dadam yolg'iz bo'lg'achqa qechibdi. Lekin bo'rlardan qutula olmadi. Oxirda dadam barliq kuchini yig'ib tog' ustiga qarab qechibdi. Dadam birdam yugurgandan keyin orqa tarafga qarabdi. Qarasa, bo'rlarning soyisimi ko'rinmadi. Dadam deb shu o'ltirgan yerda o'ltirib qoldi. Birdam turgandan keyin atrofga sapsilishga boshladi. Atrofga qarasa, atrofdagi dal-daraxtlarning hammasi qurib ketgan. Qon yo'q turadi. Dadam ozroq qo'rqib, tog'dan tushmoqchi bo'lib, tushish uchun oldiga bir qadam elishi bilanla tog' usti tarafidan shundoq yurakni azgidak bir yig'i ovoz anglabdi. Dadam qanday qilishini bilolmay, shu o'rnida turib qoldi. Oxirda nima bo'lsam bo'lay deb ovoz chiqqan tarafga qarab mangibdi. Birdan mang'andan keyin tog' ustiga chiqib bo'ldi. Dadam tog' ustiga chiqibla, "Voy onimay, nima karomat bu?" debla hanviqib qoldi. Gap mush yerga kelganda olim "Nima ko'ribdi?" dedi. Arvoh olimga bir qarab o'tgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Dadamning ko'ygini bo'lsa, egizlik taxminan 50 metr, kenglik taxminan 70 metr keldigan bu qal'ani ko'ribdi. Dadam bu qal'aga qiziqib, ichiga kirib boqmoqchi bo'lib, qal'a darvozasi oldiga keldi. Qal'a darvozasini kuchab bir ishtirib ekan. Qal'a darvozasi to'limi sat ovozda ochilibdi. Dadam qal'aga kiribla hayron bo'lib, o'ziga ishonmay qoldi. Qal'a ichida haddi hisobsiz boyliqlar chechilib turadi. Dadam qal'a ichini birdam aylanmoqchi bo'lib, oldiga 4-5 qadam elishi, qal'a ichidan to'limi sat ovozda kulgan ovoz anglabdi. Dadam huduqib atrofga qarab, "Kimsan?" deb to'lashga boshlabdi. U kulgan ovoz yana anglayveribdi. Bu qitim u ovoz dadamning orqadan anglabdi. Dadam tezda orqaga qarab, yana oldiga qarayapti. Chunki orqa tarafda tug'ma holatda bir nihoyat chiroyli qiz turadi. Dadam orqaga qaramay turib, qizchaqa tezdan kiyimingizni kiyib oling debdi. U qiz shundoq sat kulib, "Arqamga qara." Dadam yana, "Qizchaq, eng yaxshisi kiyimingizni kiyib oling" debdi. O qiz leyliginicha dadamning oldiga asta leylab tushibdi. Dadam ko'zini ching yumib olib, "Sen qanday maxluq?" deb orqaga necha qadam dojib ketibdi. O qiz, "Ko'zingni och." Dadam qo'rqib turib, "Ko'zimni ochsam ochay, lekin ustingga bir narsa kiyib olgan" debdi. O qiz, "Endi bo'ldi, ko'zingni och." Dadam qo'rqimsirab ko'zini ochibdi. Dadamning oldida 20 metr egizlikda laylab turgan, oydisi oy emas, kunduz kun emas, go'zal bir soyib jamoldan bir sut. Yo'q, uning oldida arvoh turadi. Dadamning ko'zini ochganligini ko'rgan arvoh gap qilishga boshladi. "Sen bu yerga kelmasliging kerakdi. Sen endi men bilan birga bo'lasan yoki o'lasan." deb shundoq sat ovozda ko'rdi. Dadam nima deyishini bilolmay, u arvohga qaradi. U arvoh dadamga qarab, "Tez gap qil. Bo'lmasa seni qiynab o'ldiraman" dedi. Dadam
Ma'qul. Sen bilan birga bo'lay. Ammo bir qitim birga bo'laman. Onundan keyin meni qo'yibetsang. Deb onun qaradi. Arvoh qiz dadamga qarab ushqandek kelib, dadamning gelini siqib. Nima? Sen menga talab qo'yapsan? Deb yiroqqa cho'ribatdi. Dadam o'rnidan tez turib, arvoh qizga qarab turdi. Arvoh bo'lsa, hujra oldiga laylab kiribdi. Dadam turgan joyida birdan turgandan keyin bo'ldilar. Bu ömrümde qizlarning qo'lining uchini tutib boqmag'aydim. Endi bo'lsa-mu bu arvohninkini tutib boqayqini. Deb hujraga kirib ketibdi. Dadam hujradan chiqib, ozroq oltin kumushlardan terib, arvoh qizga qarabdi. Arvoh dadamga qiymaslik bilan "Bo'ldi, ketgin" debdi. Dadam oldiga bir ikki qadam elishi, arvoh "Sizning ismingiz nima?" debdi. Dadam tezla orqaga qarab, "Ahmadjon." Ondan qaytiribla, "Sizning ismingiz nima?" O arvoh, "Mening ismim Bahor Nisa" debdi. Adabla bu qal'adan ayrilibdi. Kech bo'lganda uyga Aron kelyapti. Dadam Aron uyga kirib, "Onamni bu yerga kelinglar" debdi. Dadamning onasi, "Ha, bolam" deb oldiga keldi. Dadam bo'lsa maydasini kerib etib, tog'dan ap tushgan oltinlarni onasining oldiga qo'yibdi. Onasi bu oltinlarni ko'rib, ko'zi chiqib ketayla deb qoldi. Hamda bolasiga, "Jinim bolam, bularni nereden topding?" debdi. Dadam bo'g'a ishlarni qisqig'inicha deb beribdi. Ular bir mezgil boy-boyashat yashapti. Ularning oltinlari bag'an sira oz qilishga boshlabdi. Dadam bo'lsa ko'ngilda, "Oltinlarmi oz qoldi. Qaraganda yana bir qator berib, oltinlardan ozroq akavamsam bo'lmoqdek. Akavasam xotina bo'lay." Shularni o'ylab, bugun kechdalar tog' ustiga qarab maqdi. Dadam 3 soat mang'andan keyin tog' ustiga chiqib bo'ldi. Dadam tog' ustidagi qal'aga qarab qo'yib, ichiga kirib ketibdi. Ichida bir kichik bola o'ynab turardi. Dadam ozroq ajablanib, arvohni to'labdi. Jimjit, yana to'labdi. Yana jimjit. Dadam o kichik bolaning yeniga kelib, "Bolam, sen bu yerda nima ish qilsa?" debdi. O kichik bola dadamga qarab etib, bir parcha xatni tutqizib qo'yib, laylab bir uyga kirib ketibdi. Dadam o xatni shu joyda o'tirib o'qishga boshlabdi. O xatda, "Siz bu xatni o'qiyotganingizda, men allaqachon bu dunyodan xo'shlashgan bo'laman" degan yerga kelganda, dadam xushal bo'lib, xatni yanchiqqa selib, o'ziga lozimli oltinlardan elib ketib qoldi. Dadam bir mezgil boy-boyashat yashapti. Dadam bir kuni ichi pishib, opam arvoh qiz yozgan xatni kelgan yerdan o'qishga boshlabdi. O xatda, "Biz ashu kuni kechda birga bo'lganda, mening bo'yimda qolgan. Men bu balani tug'ib, mushinchilik qildim. Siz qachon kelasiz, men uxmayman. Shunga bu balani bu yerga band qilib etdim. Sizmi faqat bu qal'aga birlik etim kira olasiz. Siz balamni ko'tarib elib chiqib ketsangiz, bu balamiz insonga aylanadi. Men barliq sehriy kuchimni qal'aning ma'lum bir yerga yushirib qo'ydim" debdi. Xatmi oyog'li ishibdi. Dadam tog' tarafga qarab yuguribdi. Oxiri tog' ustiga chiqib bo'lib, qal'a tarafga qarab yuguribdi. U birdam yugurgandan keyin qal'a darvozasi oldiga keldi. Dadam darvozani shundoq bir tutishi bilan nadandur kelgan kuchning ta'sirida uchib ketibdi. Dadam bir necha qitim shundoq qilib holsizlanib tursa, oldin qitim ko'rgan kichik bola qal'a derisi oldida turadi. Dadam, "Bolam, men sening dadam" deb beshidan o'tgan hamma ishlarni deb beribdi. Kichik arvoh bo'lsa yig'lab turibdi. "Dada,
Dada! Dada! Debdi. Dadam yig'lab turib, "Bolam! Bolam!" deb darvozani tutibdi. Darvoza dadamni yiroqlarga uchir etibdi. Dadam yerga qattiq tushganlikdan shu yerda jon o'zimdi. Deb hikoyasini tugatdi. Olim, "Amsa yiliq kichik bola qana qildi?" deb so'radi. O kichik arvoh dalman shu. Biz tanla unga qaradik. O bizga qarab qo'yib, qal'aga qarab turdi. "Siz bu qal'adan qana qutuldingiz? Sizni onangiz bu qal'aga banit qilib qo'yibdi-ku" dedi. Men bo'lsam, o yerda zerikib turgan chog'larimda bir qiz keldi. O qiz nihoyat chiroyli, jazbdor edi. Men o qizga ko'p qolgan edim. O qiz meni ko'rib, qal'aning yeniga keldi. "Yaxshimisiz? Men bu yerga ezib kelib qoldim. Uyingizni usul qilib olsam bo'lamdi?" dedi. Men nima deyishimni bilolmay turib qoldim. O qiz yana so'radi. Men duduqlab turib, "Bo'lmaydi, siz bu uyga kiramaysiz" dedi. O qiz nimishqa deb menga qaradi. Men, "Bo'lmaydi, so'rmang ish qilib, siz kiramaysiz" dedi. O qiz, "Ha, mayli emsa, aman bo'ling xo'sh" debla ketib qoldi. Men o qizga qarab turib qoldim. Birdam qarab turgandan keyin esimni yig'ib, "Bo'lmadi. Endi bu qal'adan chiqishning amalini qilay" deb uyning bulung pushqoqlarini qo'ymay izlab chiqdim. Lekin topolmadim. Men afsuslanib o'ltirsam, to'yiqsiz heliq qizning ovozi anglandi. Men tezlikda deraza yiniga bordim. Bir to'p bo'rlar o qizni qo'g'layotgan ekan. O qiz, "Qutqizinglar! Qutqizinglar! Qutqizinglar!" deb yugurayotgan edi. Men qanday qilishimni bilolmay turganimda, to'satdan o qiz voyjon debla to'livetdi. Men darhol o qizga qaradim. O qizni bir oq bo'ri putidan tishlab olgan ekan. Men tezlikda deraza tövdi, aylanib qal'a darvozasi oldiga keldim. Hamda barliq kuchimni yig'ib, qal'a darvozasiga o'zimni otdim. Tog' ustidagi qal'a nomli bu ovozliq asarning ikkinchi qismi mush yerda oyoqlashdi.